Freyd nazariyasi. Inson hayoti davomida 5 asosiy psixoseksual rivojlanish bosqichini bosib o'tadi. Freyd libido deb atagan jinsiy energiya har bir bosqichda turli erogen zonalarda joylashgan: oral, anal, fallik, latent va genital. Agar bosqichlardan birida tajriba travmatik bo'lsa, keyingi hayotda nevroz, turli qaramliklar yoki depressiya rivojlanishi mumkin. Oral bosqich tug'ilishdan 1 yoshga qadar. Hayotning birinchi yilida biz dunyoni asosan og'iz orqali taniymiz. Asosiy zavq manbaini ona ko'kragidan yoki sut shishasidan olamiz. Sutdan ajratish konfliktlarni keltirib chiqarishi mumkin. Hansni ko'krakdan ajratish ruhiy jarohatlarsiz amalga oshirildi. Ernestning onasi esa tug'ilgandan 4 oy o'tib emizishni to'xtatdi. Bu juda erta. Idani ochlikdan yig'laganida ko'pincha yolg'iz qoldirishgan. Hans sog'lom va mustaqil shaxs bo'lib ulg'aydi. Ernest boshdan kechirgan travma tufayli qaramlik rivojlandi va doimiy ravishda saqich chaynaydi. Ida esa butun umri davomida bolaligida ololmagan og'iz stimulyatsiyasini izlaydi. Bu holat uni boshqariluvchan va qaramliklarga moyil shaxsga aylantiradi. Anal bosqich 1 yoshdan 3 yoshgacha. Bu davrda libido asosan siydik pufagi va ich kelishini nazorat qilishga yo'naltiriladi. Biz tuvakka o'rganishimiz kerak. Hansning ota-onasi uni tuvakdan foydalanishga harakat qilganda maqtaydi, lekin shoshirmaydi. Ernestning ota-onasi esa uni juda erta tuvakka o'rgatishga urinishadi va xatolari uchun jazolashadi. Idaning ota-onasi esa bunga deyarli e'tibor bermaydi. Natijada Hans muvaffaqiyatlarga erishadi va obro'li odamlar bilan muvozanatli munosabatlar quradi. Ernestda shaxsiyatning anal ushlab qoluvchi tipi rivojlandi va haddan tashqari nazorat qiluvchi hamda xasis odamga aylandi. U o'z tanasidan nafratlanadi va hokimiyatga bo'ysunadi. Idada esa anal chiqaruvchi shaxs tipi shakllandi. U tartibsiz, rejasiz, boshqalarning his-tuyg'ulariga befarq va hokimiyatga qarshi bo'lib qoladi. Fallik bosqich 3 yoshdan 6 yoshgacha. Bu bosqichda libido jinsiy a'zolarda jamlanadi va biz erkak va ayol jinslari o'rtasidagi farqlarni ilg'ay boshlaymiz. Bu davrda o'g'il bolalarda ota bilan ziddiyat paydo bo'lishi mumkin. Bu Edip kompleksi deb ataladi. Ernest va Hans onaning e'tiborini qo'lga kiritishni va otadan qutulishni xohlashadi. Ular otasi kuchliroq ekanini bilishadi va istaklari uchun jazolanishdan qo'rqishadi. Freyd buni kastratsion xavotir deb atagan. Ida esa jinsiy olatga hasatni boshdan kechiradi. U buni kuch va ustunlikka eltuvchi yo'l deb hisoblaydi va uni o'zida bo'lishini xohlaydi. Hansning otasi bu bosqichda doimo yonida bo'lgan. Vaqt o'tib ziddiyat bartaraf bo'ladi va Hans otasiga taqlid qila boshlaydi. U erkak rolini o'zlashtiradi. Hatto hayotda Hans har ikkala jinsga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Ernestning otasi esa bu bosqichda yo'q edi. Shu sababli u erkaklikni shakllantira olmaydi. U onasiga haddan tashqari bog'lanib qoladi va jinsiy orientatsiyasi borasida shubhalarni boshdan kechiradi. Ba'zan u ayollarga nisbatan tajovuzkorlik ko'rsatadi va doimo boshqa erkaklar bilan raqobatlashadi. Ida esa barcha ayollar kabi umr bo'yi olatga hasadni boshdan kechiradi. Bu uning holatida erkaklar yonida o'zini nomukammal his qilish kompleksini keltirib chiqaradi. Latent bosqich 7 yoshdan 13 yoshgacha. Bu bosqichda libido bostiriladi, chunki jinsiy energiya hayotiy ko'nikmalarni egallashga yo'naltiriladi. Bu davrda superego kuchayadi va biz tobora ko'proq ijtimoiy qadriyatlar, o'z jinslarimizdagi qahramonlar hamda do'stlarga e'tibor bera boshlaymiz. Hansda ko'plab hobbilar bor. Ernest maktabda o'qishni yaxshi ko'radi. Ida esa ko'plab dugonalar orttiradi. Bu bosqichda ziddiyatlar mavjud emas. Ularning har biri latent bosqichda rivojlantirgan ko'nikmalaridan butun umri davomida foyda ko'radi. Genital bosqich balog'at davridan o'limga qadar. Balog'at davriga yetgach libido yana faollashadi va biz jinsiy hamkorlarga qiziqa boshlaymiz. Hans, Ida va Ernest idning jinsiy istaklari va superegoning ijtimoiy me'yorlariga rioya qilish talabi o'rtasida muvozanat topishga harakat qilishadi.
Faqatgina kuchli egoni rivojlantirgan holdagina murosaga erishish mumkin. Hans bolaligida jiddiy travmalarni boshdan kechirmagan. Shu sababli u mustahkam egoni rivojlantira olgan. U ishda intizomli, munosabatlari sog'lom va to'laqonli jinsiy hayot kechiradi. Ernestning egosi super egosidan zaifroq. U me'yorlarga amal qiladi, bu esa o'z istaklarini bostirishga majbur qiladi va buzilgan aqlning rivojlanishiga olib keladi. Idaning esa ego va super egosi juda zaif. U uchun jinsiy ehtiyojlari ijtimoiy me'yorlar yoki boshqalarning his-tuyg'ularidan ustun. U xudbin qonunni buzsa yoki odamlarning dilini og'ritsa ham uyatni his qilmaydi. Nazariyaning mohiyatini tushunish uchun Freydning mashhur ongsizlik asari kontekstidan qarash kerak. Agar biz ongsizlikning mavjudligini tan olsak, demak biz bolalik xotiralari va boshqa tajribalarni anglamay saqlashimiz mumkinligini inkor qilmaymiz. O'tmishdagi bu tajribalar har kuni bizni xulq-atvorimizga ta'sir qiladi. Freyd ta'kidlaydiki, bizning tafakkurimiz 3 qavatga bo'lingan. Uni suv osti kemasi kabi tasavvur qilish mumkin. Ongsizlik idni boshqaradi. Oldongni superego nazorat qiladi. Ong esa egoga ta'sir qiladi. Bolaning xulq-atvori id tomonidan boshqariladi va darhol zavq izlashga qaratilgan. Taxminan 7 yoshda biz superegoni rivojlantiramiz va yaxshi inson bo'lib boshqalarni quvontirishni xohlaymiz. Ego o'spirinlik davrida shakllanadi va ikki qatlam id va superego o'rtasida muvozanat yaratadi. Sigmund Shlomo Freyd, avstriyalik nevrolog va psixoanaliz asoschisi. Freyd ongsizlik biz bilan sodir bo'lgan barcha narsani eslab qoladi va saqlaydi deb taxmin qilgan. Ushbu xotiralar keyinchalik tushlar yoki assotsiatsiv fikrlar orqali yuzaga chiqadi. Travmatik xotiralar haqida gaplashganda biz nevrozlardan qutulishimiz va baxtli va boy hayot kechirishimiz mumkin. U aytadiki, biz komplekslardan qutulishga urinishimiz shart emas, balki ular bilan yashashni o'rganishimiz kerak, chunki aynan ular bizning xulq-atvorimizni shakllantiradi. Siz bu nazariya va psixoanaliz haqida nima deb o'ylaysiz? Bunda haqiqat bormi? Ongsizlik mavjudmi? Agar mavjud bo'lsa, u bolalikdagi barcha tajribalarni saqlaydimi va kattalar hayotidagi xulq-atvorimizga ta'sir qiladimi? Iltimos, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sprout videolari Creative Commons litsenziyasi asosida e'lon qilinadi. Bu degani videolarimiz bepul, istagan odam ularni yuklab olishi, tahrirlashi va shaxsiy maqsadlarda bemalol foydalanishi mumkin. Davlat maktablari, o'quv markazlari hamda notijorat tashkilotlar esa ularni ta'lim jarayonida onlayn kurslar yaratishda yoki dars dasturlariga qo'shib ishlatishlari mumkin. Agar ishimizni qadrlasangiz, bizning ijodimizga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Hatto siz uchun arzimagan pul ham biz uchun katta yordam bo'la oladi.